Assalomu alaykum Biloliddin televideniyasi kanali obunachilari va kuzatuvchilari. Sizlarga bugun Mulla boboni pista va kavraklari tasvirini taqdim etamiz. Qo'llab-quvvatlaganlaring uchun rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Men Surxondaryo viloyatining Denov tumanining Amir Temur jamoat xo'jaligining Yoshlik mahallasining Bog'shamol qishlog'ida yashayman. Ismim Abray Isoq. Avvalambor meni ko'rayotgan aka-ukalar, opa-singillarga katta rahmat. Umrlaringiz uzoq bo'lsin, martabalaringiz ziyodda bo'lsin. O'ynab o'singlar. 3 ta qiz, bitta o'g'lim bor. Bu paytda ularning qizlarim yosh bola edi. O'zim Toshkentda araba tartib ham ro'zar baxtim. Ham noshulardan, ham ro'zar terbitim, ham chetga tartdim, ham buni so'rayman, bakalishkalab, satilib, toshimiz vaqtida yeshaklab tashiganmiz. Yeshaklab toshib shu darajaga olib kelamiz. Ha. O'tirgan qani, o'tirsak alamon qilyapti ko'ring. Bilamizmi? Ha, o'tirganimizda shunchalik ana bo'lib kelyapti. Boshqa masalan shu bodirlikqa suv bo'lmaydi deydi. Lekin suv bo'ladi. Boshidan bir hovuz qilib nima deydi? Hovuz qilib shlankalarni tomchilatib solib boqqa bosib oladi. Masalan, men hovuzga ham tomchilatishga imkoniyatim yo'q, chunki qo'lim yuqoriga, mablag''dan qiynalib turibman-da masalan. Satillab, yeshaklab, arabalab, bakalishkalab mana shu sulag'imman. Shu yerlar bolalar bilan. 100 metr, 200 metrdan suv tashiganmiz. Ko'ldan tashig'amiz, yomg'irning suvidan tashig'amiz. Shu olib kelib, shu daraja olib kelib qo'yibman, xudoga shukr. Bu yerda tilla turibdi-da, masalan, tilla turib, tillani oladigan imkoniyat bor odamlar, lekin kalla kerak. Odamlar Xudoy taolo kalla bergan. Kallani ishlatsa, bundan tilla oladi. Man daraxt yeyadi, kavrak yeyadi, pul bo'ladi, o'zini o'zi band qiladi, ro'zlarini obod qiladi. Ertangi birovning moliga, puliga o'g'irlik qilmaydi, ishi yo'qlikda janjal qilmaydi, ro'zar notinch bo'lmaydi. Halollik bilan ishlab, ana qiladi, ro'zarni tebratadi. Mana pistamiz ham tuyibdi. Maniki. Men pistalarim tuyibdi. Shox buyog'ida, 2 shox buyog'idan tuyibdi. 8 yil derdi maniki. Mana pistamiz ham tuyibdi. Endi tuyib ketyapti, endi boshlanadi. Payg'ambarimizni ko'rdim. Bir kuni Oxunjon Madaliyev yana xudomiz tushimda kiribdi. Tushimda Mulla bobo bugun duo qilmadi deb duo qilmabdi, ketayotib Oxunjon Madaliyev akamiz oshirga qarab dedi, siz tanimayapman, kim bo'lasiz? Xudosi bo'laman, xudosiman. Shu ikkalasi o'zimizdan ekansiz, ikkalasi yetilashib ketdi. Shundan keyin har kecha namozning orqasida duo qilaman-da, masalan. Undan keyin ikkalasi bir 20 tutdan ziyodroq pistani hadya qo'yardim, savobini shu kishilar ruhlari boshlayardim. Keyin ota boshilar. Endi pistaga kelsak, 2017-yil yekdim. Shu hamma pista 1000 tutdan ko'prikda, 1000 tutdan ko'prik pista bor. Tasbih aytib turadi. Har 200 tut pista masalan 265 kilo zahar yutar ekan. 1000 tut pista bo'lsa 1300 kilo zahar yutar ekan. Yomg'irni chaqiradi, bulutni chaqiradi-da, yomg'ir bilan. Bargini foydalanadi-da, bargini qo'y yeydi. Qancha changni ushlab qoladi. Qancha chang to'zon kelyapti, ularni ham ushlab qoladi-da bu. Qancha qushlar dam oladi. Osmonga uchib yurgan qushlar dam oladi. Prezident bobomiz Xudoy taologa shukrkim, Xudoy taolo necha ming odamdan prezident bobo qilib sayyor, u kishining piyoda tarafi o'zi xalqqa Xudoy taolo yoqqan uchun bo'lmas, kim qancha odam bor O'zbekistonda. Shuni Xudoy taoloning nazarda tutgan prezident. Biz Surxondaryo viloyati Denov tumanining Yoshlik mahallasining Bog'shamol qishlog'ida turibmiz. Hozirlikda Yoshlik mahalladan qanday bir 20 kilometr yuqorida turibmiz. Hozirlikda turibmiz. Hozirlikda
yo'q yerdan bo'lmayotgan yerdan pista yegib man oldi 8 yil deganda tuyib boshladim man 1.5 man bu yerda ko'rak pista yegib yetishtiryapti. Nasib bo'lsa man pistalarimizni olib hosilga kirdi masalan. Odamda bo'lmayotgan yerdan man mehr bilan ishlasa hamma tomon bo'laveradi. Mana keyin bu pistalarimizni man bu yerdan tuyib boshlaman. Qarangizlar mana. Pistalarni tuyani. Men bismillahirrohmanirrohim deb tuyyapti. Xudoga kelajakda nasib bo'lsa tuyib jo'nataman inshaalloh. Uzoqdan yaqindan keyin hamsa qo'ysin terib yotamiz. Ko'p bo'lsa inshaalloh. Mana prezident bobamiz bugun bu yil 25-yilda ekologik muhit yashillik deb e'lon qildi. Men buni prezident bobomda 2016-yildan boshlab 17-yil yeb jo'naganman-da. Bir oz gapini men aytdim foydalanib qolish kerak. Prezident bobomning gapidan hammaga ruxsat berganda deb men foydalanib qolib yeb jo'naganmiz masalan shuni. 2017-yildan boshlab yekkanman shu pistalarni. Bu yil nasib bo'lsa 2017 bo'lsa 8-yil ketyapti masalan shu pistaga. Shu darajaga keldi mana shu pistalar mana qara. Mana shu darajaga keldi. Mana shu pistalarim odam bo'yidan o'tdi masalan 8 yil degan masalan. Hali ham o'sa bular. Hali o'simda endi o'sib kelyapman. Mana hali katta barg mayda barg joyib turib agar katta barg joyguncha o'sadi. Yani bir qarshi o'sam 30 o'sam 40 o'sam o'sadi bular. Har yilga masalan shu e'tibor qandan keyin bu yoqqa jo'nab ketaveradi nasib. Qachon tong otar ekan deymiz masalan. Tong otsa shundan bir bahra olsak deymiz. Qan ishidan odam bahra oladi masalan. Erta bilan qarib bir bahra oladi odam. Undan keyin masalan bu halol mehnatda ishlab yesangiz borku rohatlanasiz-da. Agar haramdan bir narsa kelsin yetganda ham odam jira qanday g'idirchilik botmaydi jiraga. Keyin qilgan mehnatingizdan rohatlanasiz-da masalan. Shundan bir rohatlab bir bahra olasiz shu qara. Voy deysiz. Kelajak vodiysi masalan. Masalan bu yoq juda pastlik. Balandlik hammasida bor. Qarang, bu yoqim bor, pastda buzuqlikda ham bor. Balandlarga ham bir syom qarang, o'z bilinib turibdi o'tning ichida. İçki turizm kelajakda nasib bo'lsa kelar ichki turizmlari. Ichki turizm degan shaharlar aro, qishloqlar aro kelash yeri. Mayibga qilay aka bir rasmga tushak degan fikrda kelar. Puli kerak emas, mayib tushib duo qilib ketaversin. Bir piyola chayni ichamiz. 4 ta guruh. Ya bir piyola chay beramiz. Shu deb aynab ketaveraman axir. Odamlar mana jorning balandida turibdi. Shu jorning shunday jorlardan men pastlarni yeb. Mana shu jonan suv yurmaydigan buzuq jonan odam qarang yuradigan yo'lga men satillab suvni quyib, uni qilib mana shu darajaga olib kelganmiz mana shu pista jonada pista. Qarang yo'lning yurishi ham qiyin mana. Bir narsa yegishning o'zi ham qiyin, suvning kelishi ham qiyin. Suv kelmaydi bu yerga. Bu yerga faqat suv keladi. Bakalishkalarga satillab suv chiqarib suvlasangiz bo'ladi. Mana shunday yerga suvlab, 2 yil, 1 yil, 3 yil, 2 yil, 3 yillik pistalar bo'ladi. Sekinlik bilan kattaratadi chunki suvdan ko'p uriladi. 5 litrni olib kelasiz, hech narsa suv bo'lmaydi, mana bularning o'zi qiyin bo'ladi. Qiyinroq shu qo'l bilan toshib, baravolab olib kelib, mana shu darajaga olib kelib yetkazgan mana shu pistalar. Nasib bo'lsa bular yana bir 10 yillardan keyin katta bir daraxt bo'lib, xuddi o'zi yegilib qolgandek bo'lib turadi-da bu.
Mana shu pistalar vaqtida masalan men oylazim buni yeshaklab, bakalishkalab, toshib kattatganmiz, bu yerda suv olib kelish imkoniyati yo'q umuman. Masalan, bitta sulaganmiz, yeshaklab, qo'l bilan satillab, tilaklab hamma bekor turmasini olib toshib chiqarib, suvlayverib shu darajaga olib keldi. Bu o'rta umuman suv chiqarishning iloji yo'q. Masalan, bu odirlikda to'xtagan. Shu yerlarda masalan, buning rayoniga qarab o'tamiz. Olib qilsa bo'ladimi janolar? Qap quryapti. Sulla masala. Hali chukur ham ekilganmi? Qani? Chukurlar ha? Nasib bo'lsa chukurlar ham bu o'rtada bu narsalar kelyapti. Hammasi shu yerda yetishtirilyapti. Mana mulla buvani o'zi harakat qilib nasib bo'lsa. Ha, nasib bo'lsa ko'payib ketadi. Vatan deyber qanaqa xudo suv olib ketganda foydalansa bo'ladi. Nasib bozordan sotib olib to'g'ri chiqaman deb yotmaymiz. Chunki jegida sho'rayveramiz. Shunday. Abi yerdan qodirlik qilamiz. 12-aprel 2025-yil ha. Biloliddin televideniyasi. Hammasi ha? Şurada problem da 2 kilogram. Ha, yana ha? Yana 2 kilogram hani. Ko'proq bo'lsin deb. Ha, to'g'ri. O'zdan ko'ra. Lekin o'rnatma mazada rohatlantiradi. Ha. Azza qilib, rohat qancha o'g'irtirak, qancha to'g'irtirak, qancha qoltirak deganda ba'zi joyga qolib teraveradi. Ag'ayim barma ko'ngil topsa ro'za olib qilsa bo'ladi. Mana keksalar. Shularni aslında suv olib kelib, qo'l bilan suvlaymiz, hammasini qo'l bilan. Bu yerda suvning o'zi yo'q, havolikdan suv yo'q. Bakalishkalab yo'qdan bor qat, masalan shu darajaga olib keldi. Vaqtdan rohatlanib.